Ovoz burundan chiqmaydi. Bu gap rost va hammamiz bilamiz. Hozir sizlarga burunda kuylamaslik uchun mashqni ko'rsataman. Va aynan shu mashq sizlarga juda ko'p foyda olib keladi. Oddiy hol. Ikkita barmog'ini olamiz va burnimizni yopamiz. Пожалуйста. Aynan shu mashq sizga yordam beradi. Ahamiyat bersangiz, mana barcha so'zlar burunga kirmoqchi bo'lyapti, lekin mana hozir bez kontrol, ya'ni nazoratsiz gapiryapman. Da. Yuqa. D harfi yoki V harfi. V. Ba. Bu burun. Ba. Bu burun emas. Shu mashqlar bilan foydalanish yoki foydalanmaslik o'zingiz xulosa chiqaring. Sizlar uchun yangi mashqlarni va yangi layfhaklarni ko'rsatishimiz uchun albatta natijani izohda qoldiring va yangi mashqlarni albatta sizlar uchun yozishga harakat qilamiz.